Quyosh yerni qizira boshlashi bilan bu hududda aholining yana bir kundalik tashvishi boshlanadi. Chunki ular toza ichimlik suviga ega bo'lish uchun har kuni uzoq masofani bosib o'tishga majbur. Oddiy ehtiyoj bo'lgan ichimlik suvini olish ham bu yerliklar uchun oson emas. Har bir chelak suv ortida vaqt, mashaqqat va sabr mujassam. Biz har kuni kallamizda faqat suv turadi-da. 20 kilometrga boramiz. Qishi bilan bu skuterga pul yo'q edi. Skuterim yo'q edi, 30 mingdan pulga olib keldirardim. Hozir ertalab turish maqsadimiz palon po'kin ish qilish emas, suv. Ikkita qo'shnimikini olaman, olib kelib berdi, yalinadi, boraman. Bu hozir bachoylar og'zida to'ladi bachoy. Borib olib kelib qo'yamiz, keyin boshqa ishni qilamiz. Biroq 20 kilometr masofani bosib o'tishga imkoni bo'lmagan aholi boshqa chorasiz qolmoqda. Ular zaxlanib qolgan suv yoki fermer xo'jaligi tomonidan tashlab yuborilayotgan chiqindi suvlardan foydalanishga majbur bo'lishmoqda. Quva tumanining namuna mahalla fuqarolar yig'ini Paxtakor ko'chasida yashovchi aholini aytishicha, ular qariyb 46 yildan buyon toza ichimlik suvi muammosi bilan yashab kelmoqda. Asha zo'rdan toshib ichamiz. Lekin ko'chaga chiqib qolsa bolalar olib keladi nimada, mashinada. Mashinasi yo'q, boshqasi yo'qlar. Ichamiz-da endi qo'shnikidan olib chiqamiz, boshqa qilamiz shu-da. Ana zo'rimizni hozir bir ko'ringlar, mana payno tushibdi anaqaga, hali suvimizga. Sap-sariq loyqa tushyapti. Suv oladigan joyimizda ustidan ketyapti suv. Olganimiz yo'q, birov tusha olmaydi etgan. Bu ichimlik yaroqsiz baribir. Ha, ashuni ichamiz-da endi nima qilamiz? Mahalliy aholi so'zlariga ko'ra, bundan qariyb 46 yil avval ushbu hududda ichimlik suvi inshooti barpo etilgan bo'lib, aholi uzoq yillar davomida aynan shu manbadan foydalanib kelgan. Biroq 1980-yildan boshlab mazkur suv inshootidan suv kelmay qolgan. Shundan buyon Paxtakor ko'chasida yashovchi aholi toza ichimlik suviga ehtiyojini qondirish uchun qariyb 20 kilometr uzoqlikdagi manzilga borib suv tashishga majbur bo'lib kelmoqda. Suv yo'q, oldin bor edi, haqiqatan ham yo'q emas, bor edi-yu, anetdan kelardi, mana shu ko'chani boshiga bitta tushgan edi. Keyin u ham yo'q bo'lib ketgan 80-mi shu yillardan keyin. O'shandan beri iloji yo'q, hamma qiynalib suv toshiydi-da. Ulov borlar haqiqatan ham olib keladi. Bizlarda ulov yo'q, endi bolalarimiz velosipedda toshiydi. Qaytlardandir shirin suv topishib keladi. 2 kunga yetadi bitta bitonda olib kelsa. Endi qolganiga oziq-ovqat bilan choyga qilsak, qolgan suv bu nimachi zo'rdan ishlatamiz. Kelin bo'lib kelgan bo'lsam, o'shnaqa bitta quduq bor edi. O'sha quduqdan suv olar edik, u hila tuziga-yu, bunday qilib paqirda olganimizdan keyin baqatim bo'lib ketardi. 1-2 soatcha, 1 soatcha yerda turib tingandan keyin yana bitonimizni to'ldirib olardik. O'sha mahalda men kelin bo'lib kelganimda o'sha yerda jicha suv bor edi. Keyin o'sha suvni kovlab turib, manaqa chiqarishib, jicha chiqarishib bergan, o'shanda ichganmiz. Shu bilan keyin u ham yo'q bo'lib ketdi. Undan keyin o'sha zax suvga qolganmiz. Imkoniyat cheklangani sabab ayrim aholi majburan mana shu zaxlangan suvdan foydalanmoqda. Biroq mahalliy fuqarolarning aytishicha, ushbu suv ichimlik uchun yaroqsiz bo'lib, uni iste'mol qilish sog'lik uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Bu esa turli kasalliklar va salomatlik bilan bog'liq muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Hatto sizot suv bor. Zakirlik nima deydi? Shunda olib chiqib ichishadi, bo'lmasa kelayotganda ichadi. Shunda 16-yili 15 ta sariq bo'ldi bolalar. 17-yili 18 ta bo'ldi. Bu og'ir-ku bolalarga. Mana endi ichimlik suv yo'q. Mashinasi bor, toshib ichadi. Bo'lmasa iloji yo'q, ashitdan olib ichyapmiz. Mayda bolalar shu 1-sinf to 11-sinfgacha shitdan oladi. Endi yaqinda mana gullariga deb turib, ortadan chiqarishgan, o tualetda oldidan bir 10 metr bag'dan suv chiqarishdi. Shu gullarga deb. U ham toza ichimlikka yaroqsiz. Yo'q, sizot suv tepada. Shunda oladi, o krantiz bor. Shu krantga chiqsa bolalar yugurib ketdi, shundan ichyapti. Ha tualetniki bilan bu aralashgandan keyin bilib qo'yavering. Aholi ko'p yillardan buyon hududga toza ichimlik suvi tarmog'ini tortish masalasida turli mas'ul idoralarga qayta murojaat qilib kelmoqda. Shuningdek, yuqori turuvchi tashkilotlarga ham bir necha bor yozma murojaatlar yo'llagan. Fuqarolarning ta'kidlashicha, har safar yaqin kunlarda hudud ichimlik suvi bilan ta'minlanadi degan va'dalar berildi. Biroq bu ishlar qachon amalga oshirilishi haqida aniq muddat yoki amaliy natija hozircha yo'q. Lekin hech natija bo'lmayapti. Mana qancha yozdim shu nimaga. Hech qanaqa natija bo'layotgan yo'q.
Bu vijdonga to'g'ri kelmaydi-ku. Nima qilish kerak? Nima deyishyapti? Nima deb javob berishyapti ular? Bo'ladi. Yolg'on gapdan boshqa gap yo'q. Bo'ladi. 3 yildan beri mana shu bo'ladi. 3 yildan beri hech nima qilgan yo'q. Men o'zim shaxsan 87 yoshga kirgan odam shu masalada boshqatirib yuribman. Birorta rahbarlar, birorta g'am yegan yo'q. Muammoning yechimi yuzasidan biz mazkur hududdan saylangan xalq deputati bilan ham suhbatlashdik. Suhbat davomida aholining yillardan buyon qiynab kelayotgan ichimlik suvi muammosi bo'yicha mas'ul tashkilotlarga deputatlik so'rovi kiritilganmi yoki yo'qmi degan savolga javob izladik. Deputatlik so'rovini hokimlikka olib kelganmisiz? Yo'q, deputatlik so'rovi olib kirilmagan hokimlikka. Aholiga suv kerak deb olib kirganmisiz? Aholiga suv kerak deb olib kirilmagan. Aholiga suv kerak deb shu suv xo'jalik tashkilotlariga borilgan. Hokimiyatga borilmagan. Vakolatingizdan foydalanmagansiz. Vakolatimdan foydalanganman. Foydalangan joyimda open byudjetni to'xtatib qo'yishyapti. Ayrim mas'ullar ularga muammoni ochiq byudjet loyihasi orqali hal qilishni, ya'ni ovoz to'plab ishtirok etishni tavsiya qilgan. Biroq fuqarolarning ta'kidlashicha, bu taklif amalda o'zini oqlamaydi, chunki mazkur hududning o'zida 2000 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ular savol qo'ymoqda. Shuncha aholi bilan cheklangan hudud qanday qilib minglab ovoz to'plab boshqa yirik mahalla bilan raqobat qila oladi? Open byudjet bo'lmaydi bizda. Xalq suvni xohlaydi, nima xohlaydi? Suv bo'lmasa hayot bo'ladimi? Qodir bobo taqdim etgan rasmiy hujjatda mazkur hudud ichimlik suvi bilan ta'minlanishi belgilangani qayd etilgan. Biroq ma'lum qilinishicha, tuman moliya bo'limi tomonidan zarur mablag' ajratilmagani bois loyihani amalga oshirish kechikib, muammo yillar davomida o'z yechimini topmay kelmoqda. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida suratga olish jarayoniga Quvvat tuman hokimining qurilish masalasi bo'yicha o'rinbosarini taklif qildik. Quvvat tumani hokimining qurilish masalasi bo'yicha o'rinbosari bizga intervyu berishni istamadi. Lekin yil yakuniga qadar mazkur hududga ichimlik suvi tarmog'ini tortishni rejalashtirilgani haqida aytib o'tdi. Shuningdek, buning uchun tegishli dasturlar doirasida zarur ishlar amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Endilikda berilgan va'daning amaldagi ijrosi qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Biz esa yil yakunida yana ushbu manzilga tashrif yurib, aholiga haqiqatan ham toza ichimlik suvi yetib borganmi yoki yo'qmi? Bu boradagi o'zgarishlar va fuqarolarning fikr mulohazalarini yana bir bor o'rganamiz. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.